ana shu gormon bizning organizmimizda qaysi kuni ishlashni boshlaydi, qanaqa holatda ishlashni boshlaydi. Shunga qarab topshiriladi u narsa. Hozir progesteronga topshirmasdan 14-kunidan keyin ko'rish kerak menstruatsiyani. O'sha progesteronini. Xo'p, FSH, kortizollaring, prolaktin, testosteronlaring 5-kuniga tekshiriladi menstruatsiyani. U qon keladi, kelmaydi farqi yo'q 5-kuniga. Sanda o'sha moment qon bor yo'qligini aloqasi yo'q. Endi qalqonsimon bezakini och qorin bo'lsang topshiraverasan. O'tda hammasi podryad ketyapti gormonlarni. Unaqa topshirilmaydi gormonlar. Uni qonun qoidasi bor. Sen umuman yuzni tishni yuvmasdan, bez makiyaj, och qoringa bir kun oldin 8 soat uxlagan bo'lishing kerak. Chet elda gormonni yotgan joyida oladi, hali o'rnidan turmasdan. Chunki ozgina yurdimi, ular o'zgarishni boshlaydi o'sha. Onkomarkerlar, tuxumdon rakiga, ko'krakni rakiga nega uni podozreniya bo'ldi.